yangi qishlog'imga ham yetib keldim. Eski qishloqni tashlab yangisiga yetib keldim. Endi Janob Merdiga kirishim kerak. Hop, mana. Assalomu alaykum Janob Mer. Va alaykum assalom. Men o'zimni qishlog'imdan ketib, sizlarning qishlog'inglarga ko'chib kelgandim. Shuning uchun menga uy bormi? Ha, bor. Shu qishloqda bir chekkasida uy bor. Shuni bitta ko'rib keyin aytasan menga, men senga mebellarni beraman. Ha, hop. Hozir ko'rib kelamiz. Hop. Hammaga salom aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Neo va men yangi qishloqqa ko'chib keldim. Ya'ni o'zimning qishlog'imni tashlab. Uni sababi bor. Qanaqadir sababi ham bor-da. Qishloqlar menga anaqa bermadi, yoqda tinchlik bermadi. Shu sababli yangi qishloqqa ko'chib keldim. Hop, endi qayerda ekanini ko'rishimiz kerak. Qaysi joyda edi u? Yo'q, bu yerda emas. Qishloqning chekkasida dedi u. Qaysi joy bo'lishi mumkin? Mana shu yernikini. Ko'raylik-chi. Ha, mana shu bo'lsa kerak. Qani ham bo'lishi mumkin. Ha, mana bo'sh uy ekan. Mana endi bu yerni o'zimizga qilolsak ham bo'laveradi. Men bu qishloqqa kelishimdan oldin to'liq qo'yganman. Shu sababli endi mendan pul olishmaydi. Bu mer bilan gaplashganman men. Merni uydan o'tib ketibman adashib. Janob Mer, men uyni ko'rdim. Menga yoqdi. Ha, mayli yoqqan bo'lsa, u yarimdagi sandiqda mebellar bor. Shulardan olib qo'yib olishing mumkin. Ha, xo'p. Pulini berganman sizga? Ha, pulini bergansan. Isming nima edi? Telefonda aytganman shekilli. Neo ismi. Ha, bo'ldi, Neo. Olishing mumkin. Xo'p. Hop, endi mebellarni olamiz, pechka bersak va shunga o'xshagan ozroq narsalar. Va keyin yana o'zimga ham zakaz qilib olaman. Kerakli jihozlar. Va hozir esa men uyga narsalar joylashtirishim kerak. Merni uy bilan yaqin ekan men uyim. Divanni shu yerga qo'ysam bo'ladi. Sandiqda esa shu yerga qo'ysam ham bo'ladi. Va versakni bu yerga. Pechkani esa bu yerga. Va keyingi narsalarni ham keyingi videoda olib kelamiz. Va mana bo'ldi. Tayyor yashab keladigan joy bo'ldi. Hop endi. Janob Mer, men bu yerga keldim. Endi bu yerda ishsiz qolib ketmasligim kerak. Bu yerda ishlar bormi? Ha, bor, shu. Ekinlarni ekib o'stirishing kerak. Uning uchun nima qilishim kerak? Shu o'zingga bitta joy sotib olib, agarot ochib, shu joylarni qilib olasan o'zing. Xo'p, mayli. Mayli, endi o'zimizni yonimizga yer sotib olib, ferma qurishimiz kerak ekan. Tapur olishim kerak. Bu yerda qayerda tapur sotar ekan? Shuni bilib olay. Hozir. Menimcha o'zim yonimda ham tapur bor shekilli. Hozir videoni yoqaman. Mana do'kondan narsalar ham sotib oldim va endi joy sotib olishimiz kerak hozir Janob Merdan. Hop. Janob Mer, biz uyning yonidan joy sotib olmoqchi edim. Shu sababli nechta pul joy? Uyning yonidagi joy 14 tak dollar. 14 ta zumrud degani dollar deb o'rganib qopman. Odamni qo'rqitmang. Hozir beraman.
hozir. Mana 14 ta stak, 14 ta izumrud degan stak deyman. Mayli, baravar o'zim olaman. Mana oldik. Endi esa uyimizning yoniga, mana shu yerga taxminan qayerga, shu yerga qursak bo'ladi. Hop, men hozir daraxtlarni chopib kelib videoni yoqaman. Va mana oxirgi blok va biz tayyormiz. Va endi polizni qursak ham bo'laveradi. Aynan biz shu yerga qurishimiz kerak. Shu yerni sotib olganmiz. Bu yerda mollar ham ko'p ekan. Shu yerga qursak bo'laveradi. Voy, noto'g'ri qo'yilib ketdi. Biz buni tekis qo'yishimiz kerak. Shunday. Nechta qo'ydik? 2, 3, 4, 5 va 6. Bu yerga ham 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va yetadimikin? Endi yetmasa yana chopib kelamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo, menimcha shu bo'ladi. U yerga ham qilamiz. Menimcha yetmaydi, yana 6 tacha kerak. Yo'q, yetarkan, jigarlar yetarkan, bo'ldi, yaxshi. Endi bizga yer blok kerak. Va yer blok. Hozir buni tashlab olaylik. Kerak. Yer blok. Taxminan nechta kerak? Bilmadim. Ko'proq ham qolaveramiz. Chunki bizga juda ham kerak. Yer blok. Shu yerda tekis qilib qo'yamiz. Menimcha yetadi endi. Hozir qo'yib ko'ramiz. Voy, noto'g'ri qo'yilib ketyapti. Ozgina noto'g'ri. To'g'rilasa bo'ladi. Tepasiga ham qo'yilib ketyapti-da. Nega shunaqa narsalar ko'p bo'ladiki? Sizlarda ham bo'lganmi? Shuni kommentariyaga yozinglar. Shu yerda qilib olib, sizlarga videoni yoqaman yana. Va mana qilib bo'ldik. Endi suv olib kelishimiz kerak. Suvni hozir suvni to'ldirib qo'yib va bizni polizimiz tayyor. Keyin like va obuna bosib qo'yinglar. Yanagi safar qanaqa video chiqaray, shuni kommentariyaga yozinglar. Qanaqa video chiqarganim yaxshi. Sizlar baholaysiz. Va mana to'ldirib oldik ham. Hoy, sen qayerdan kelding? Bizni qishlog'imizga. Nima gapirib turib ketaveryapti, jinnimi? To'xtay. Nima sen meni uyimga kirib olyapsan? Hozir to'xtab turishganda senlar kuningni ko'rsataman. Meni uyimga kirib olishyapti. Kech ham tushib qolibdimi zombilar. Mayli, voy, uyimga ketdim. Kech tushyapti. Mayli. Erta tugatib qo'yaman qo'ygan. Yo'qolish senlar. Borish yo'qolish. Yo'qol, chiqib ketish. Uyimdan chiqib ketish, yo'qolish. Bor, yo'qol. Jonim oz qoldi. Axir bular
Nima qilish kerak bu jitellarni? Shular deb men hozir shu ahvolga qolib ketdimmi? Voy yaramas jitellar, ertaga kunini ko'rsataman men bularni. Yaramas jitellar. Hozir shu yerda turib turay. Yomg'ir to'xtagandan keyin bular kunini ko'rsataman. Hammalarga xayr aziz do'stlar, meni tomosha qilgan bo'lsanglar kattakon rahmat. Va like va buni bosib qo'yish esinglardan chiqmasin.